Natijani aytishda oldin bitta narsani aytmoqchiman. Mana men hozir prямой efir yoqib turibdi. Men prямой efir bo'yicha hozir juda ko'p insonlar menga bo'g'im deb yozishdi, lekin 300 ta odamgina faqatgina nomer qoldirishdi. Ular bilan gaplashdim. Bilasizlar ular nima deyapti? Beloronni narxini eshitgandan keyin voy dorishadi, buncha qilma. Men albom ichyapman, nutva ichyapman, yana plazma lifting degan bor, o'zini anaqa plazmasini olib bo'g'inga qo'yadigan. Bular hech narsa, bu hammasi временный effekt. Birontasi ham sizga yordam bermaydi. Birontasi ham mana hozir juda ham yaxshi konseptni eshitdinglar, juda ham yaxshi mana bu sistemani tushundinglar. Juda beloronni преимуществолari hammasini tushuntirib berdilar. Bo'g'inimiz uchun anatomiyasini ko'rdinglar. Anatomiyasi bilan ko'rgan odam o'zi tushunadi, bo'g'inimiz nimadan iborat, unga nima kerak. Mana shu to'g'risida yaxshi tushunchaga ega bo'lgan hech qayerga bormaydi. Tabiiy yo'nalish bo'yicha faqatgina shu sistemadan foydalanadi. Endi qarang, men qisqagina qilib o'zimni natijamni aytib beraman. Men 2020-yilda agar klubga kelib a'zo bo'lgan bo'lsam, sog'lig'im bo'yicha, yuragim bo'yicha, davlenyam varikozim bo'lib kelgan bo'lsam, men 2 oyda juda ham yaxshi natija olganman programmalar bo'yicha. Men aynan mana bo'g'inlar bo'yicha problema bilan men o'sha 2020-yilda sentyabr oyida 19-sentyabr esimdan chiqmaydi. 19-sentyabr kuni agar men mana boshimga ozgina kulfat tushdi, ya'ni juda ham og'ir avtohalokatga uchraganman. Og'ir deganim sababi men на грани жизни deydi, ya'ni hayot chegarasida kelib qolganman, chunki juda ham ko'p qon yo'qotganman. 16-go'rbalisiga meni olib borishgan, tanish-bilishlar orqali reanimatsiyaga qo'yishgan. Bo'lmasa men palatda yotgandim. Yarim sutka bo'lgandan keyin mana tanish telefon orqali nimaga qo'yishdi, menga rahmat ham. 16-go'rbalisi ishlaydiganlar ko'rayotgan bo'lsa rahmat. Hammasi menga ekstreni pomosh оказать qilishdi. 5 kundan keyin palataga olishdi. 5 kundan keyin meni uyimga yotgan holda, qimirlamagan holda uyimga o'sha kravatda jo'natishdi. Nima uchun qimirlamagan? Chunki uyga kelgandan keyin vipiskani o'qib ko'rsam, endi vrachmanku, qiziqishim keldi, nima bo'lgan ekanman deb o'qib ko'rsam 9 ta suyagim singan ekan. 9 ta. O'shaning uchun ekan nafas olsam havo yetishmayapti, qovurg'alarim singan, belim qimlasam belim umurtqa pog'onam singan, ключицам singan, qo'lsam suygan, hatto bosh suyagim mana qarigacha charda o'rnida turadi. Bosh suyagimdan ham juda ham katta почти fantaga o'xshab bir sutkadan oshiq qon oqishni to'xtatish olmagan. Aytmoqchimanki, juda ham ko'p qon yo'qotganman. Bu bilan va men komandamga rahmat. Palataga chiqqan kunim, ertasi kuni men sponsorim Tulipam